Azak pul tepish uchun o'zimizni qiynab, azak pul tepish uchun o'zimizning bedenini satab, azak pul tepish uchun chochlarimiz oqoch tirsak, bu nima degan ahmoqlik shundaymi? Bu bir ahmoqonlik bu. Undaqda nima birinchi o'rinda turish kerak desa, agar men bugun bir koy topolmasammi, 10 koy topolmasammi, agar men mashina qilsam, men xushallik topa olsam, lekin men bu ishni qilmayman. Mana bu yashashninki yuqori pallasi. Nurg'un kishilar ozroq pul tepish uchun pulni birinchi o'ringa qo'yib, qizini boshqalarga setib bitganlar. Bam yo'qmi? Bunda o'ylab baqsanglar butu. Ko'zingni yumib, otani o'g'alni o'ylab baqsanglar yoki qizalni o'g'alni o'ylab baqsanglar, bir tal qizali yig'lab turib, o'zi yaxshi ko'rmaydigan odamga tegib. Ota-onasi setib bitgan qizalni, o'g'allarga. Oşı qizala qandasi o'zi yaxshi ko'rmaydigan bir o'g'alning qishida oshini bilan bir yostiqda uxlayoladi, o'ylab qolgan ko'pchilik. Azoblik ekan, yurak etishimdikan anglasa. Ajoyib etishdi. Shunlashqa mayli bu farzandimiz nomrat bilan ketganmi, nima demak tagsin? Qandaqa o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilsa, lekin bo'ldi. Yurak birinchi o'rinda turishi kerak. Agar yurak birinchi o'rinda tursa, siz sog'lom, siz kasallab qolamsiz. Sizning kayfiyatingiz har vaqt yaxshi tursa, har vaqt xushal ishni qilsangiz, har vaqt kulib yursangiz, sizda bir ishlar yuz beradi-da. Bilmaydi. Shunlashqa nima birinchi o'rinda turgan, pul birinchi o'rinda turgan, xushallik birinchi o'rinda turdi.